Har yili fasatingizni yangitdan qilishni xohlamasangiz, mana shu videomizni oxirigacha tomosha qilinglar. Akalar, ustalar xizmatiga bittadan like bosib qo'yinglar. Bu yerda hozir travertin sachilgan va hozir tekizachlar olib borilyapti. Qaranglar, bu mana tekiza. Endi buni ko'ringlar. Bu charxlangan, usti polirovka qilingan, ya'ni hozir bu lak berilmagan, lak berilgandan keyin bemalol bunisidan suv qo'yib, karcherda yuvsanglar ham bo'laveradi. Mana shu ishiga 25 yil kafolat berar ekan. 5 yil servis xizmati bor. Servis xizmati nima degani? Ustalarda aybi bilan nimadir bo'ladigan bo'lsa, fasatingizni yangidan qilib berib ketishadi. Bu yer hozir sovuq holatda qabul qilingan. Travertin, hatto mana shu salafan skotchlarigacha, lesalargacha o'zlari olib kelib, uyingizni noldan bitkizib berishadi. Shunaqa xizmat moviy zavodda bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrati usta haqqi, material, lesa, mayda chudalar ichida 110 ming so'mdan bo'ladi. Bu 900 kvadratli mana shu high-tech uchastka Andijon viloyatida uy egasini talabiga binoan har xil fasonlardan foydalanib qilib berishyapti ekan. Uy yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar akalar. Fasad Center jamoasi sizlarga ko'plab ishlarini ko'rsatib o'tganmiz. Qaranglar, bu yerda granit, travertin, alkafon, kafelarda ham umuman fasadga oid bo'lgan barcha sheylarni noldan podkuruvchi bitkazib berisha oladi va biz obunachilarimiz uchun bonus eshik derazalarga Tiagani bonus sifatida bepulga qilib berishadi. Telefon qilganda Vodiy Obzor kanalidan deb qo'yishni unutmanglar.